har videoda yangilik qilamiz, bilasan-a uchun. Xuddi shunday. Bugungi qilgan yangiligingni gapir. Yangilikni sen qilmaysan, yangilikni olib kelamiz. Albatta, o'zimizni oyog'imizda kelyapti mana shu shifobaxsh narsalar. Bu do'konimizga hozirgi jamiyatimizdagi har bitta inson muhtoj. Biz muhtoj bo'lganimizdek. Uchuvchimisiz, tadbirkormisiz, tabibmisiz, shifokormisiz, qaysi kasbdan bo'lishidan qat'iy nazar hech bir narsa xarid qilmasangiz ham bizning do'konimizga kelishingiz kerak. Mana bu narsalarni ko'rib, ko'zingiz quvnab, Allohning ne'matlarini ko'rib, tabobatimiz qanchalik o'zbek tabobatini, sharq tabobatini buyukligini bilishingiz kerak. Mana bu simalalarni sotyapmiz aka. Qon aylanishi, bo'g'imlardagi yallig'lanish, gemorragik kasalliklardan tortib grija, suyak yemirishlari, hattoki og'ir ko'ksartiroz kasalliklarda ham o'zini darmonini ko'rsatib kelyapti. Onkologik kasalliklardan juda foydasi zo'r. Albatta, xudo xolasa tabiiy quvvatlovchi. Mana bu 3,5 asrdan beri saqlangan simala bo'ladi. Bu degani 350 yil degani. Imperatorlar nigohi tushgan haqiqiy simala. Buni xudo xolasa hozir buni tayyorlov jarayoni bor. Siz azizlarni tanavolingiz uchun juda ham umumiy shaklda yetkazib beramiz xudo xolasa. Mana shularni ichganingizdan keyin kuningiz yana ham yaxshi o'tish uchun harakatdamiz. Bizani mazmun o'sha Qatortolda Javohir aka. Bizani do'konimizga kelgan insonlar inshaalloh kasallikka yo'liqmaydi. Poydevorini hozirdan qurib boradiki, eng hayotini shirin paytida kasallik bilan yotoqchi bo'lib o'tkazmaslik uchun harakat qilamiz. Nimaga? Ishlaysiz 30, 40, 50 yoshingizgachada endi 50 dan keyin kasal bo'lib yotishga sizning haqqingiz yo'q. Siz kelishingiz kerak, farzandlaringiz ko'zlariga qarab birga sayohatlarga chiqishingiz kerak, umra hajlar qilishingiz. Uning uchun bizning do'konimizga kelishimiz kerak. Mana shu oddiy detoks choyimiz ham bu oddiy emas. Oddiy qaralganda tabiiy artishoklardan bo'lgan. Bitta qultum choy bilan jigaringizni tabiiy 18 yoshligingizdagi holatingizga qaytarishingiz mumkin. Mana bu haqiqiy 22 xil giyoh, muhabbat choyi. Qoningizni suyultirasizmi, immunitetingizni ko'tarasizmi, jigaringizni yuvasizmi? Kerak bo'lsa bu choyda hidiga qo'shnilaringiz chiqib siz bilan suhbat qurgisi keladi. Buni damlagandan keyin choyni quchoqlab oladi, ichkisi kelmaydi. Bu shunaqangi narsakim uchun jonini kirgizib yuboradi. Xudo xolasa, bizning maqsad mana shu simalalarni sizga yetkazish. Bu simalalarni ichganingizdan keyin nigohlaringiz o'zgaradi. Charchoqlaringiz chiqadi. Sustavlaringiz mustahkam bo'lganidan kerak bo'lsa ertalab tongda maza qilib yurasiz, yugurasiz, sport bilan, ibodat bilan mashg'ul bo'lasiz. Bizning maqsad shu. Mana shu Instagram xudoga shukr yetib keldi. Reklamalarga ortiqcha pul sarflamasdan bizani siz ko'ring, obuna bo'ling, yaqinlaringizga videolarimizni jo'natib qo'ying. Bizlar sababi sharq tabobati bilan o'zbek tabobatini birlashtirganmiz. Xitoy tabobati bu buyuk tabobat. Mana shuni biz o'zimizning hayotimizga tatbiq qilsak, kerak bo'lsa teringizni igna sanchitmasdan inshaalloh qadriga qadar umr guzarorlik qilasiz xudo xolasa. Baraka top, Alloh rozi bo'lsin. Yana yangilik qilishdan to'xtab qolmay, eng zo'r mahsulotlarni olib kelamiz, taxlaymiz. Bilgim uchun nomeradingsan. Bu deganim, sen o'qiysan, o'rganasan, mana bu hayotga, insonlarga tatbiq qilasan. To'g'rimi? Yana bitta yaxshi tomoni, har bitta narsani o'zingda sinab ko'rasan. Xuddi shunday. Pichoqni avval o'zimiz ko'ramiz. Keyin sizlarni hayotingizga tatbiq qildiramiz. Bu tabiiylik o'ziga qaram qilmaydi, o'ziga muhtoj qilmaydi. Faqat vaqtida e'tibor qiling. Shunaqa hojona hojotalar kelyapti, aka ko'zlariga qarab rahmingiz keladi. Sababi hayotini eng gullagan davrini mehnatga, oilaga, ro'zg'orga sarflab o'rganda, endi farzandlari unib o'sib meva berayotgan paytda na ko'ngilga shodlik, na bir ko'ngilga boshqa narsa sig'yapti, na ibodat sig'yapti. Shu uchun ilohim qariganimizda birovning qo'liga qolmaylik, yoshlikdan qadriga yetaylik. 30 yoshmisiz, 40 yoshmisiz, do'konimizga tashrif buyuring. Xotira deysizmi, immunitet deysizmi, jigar deysizmi, eng hozirgi zamonda qon suyulishi bilan kecha o'qib ko'rdim, juda ko'pchilik vafot etyapti ekan. Qon quyuqlashib, shu darajada sizni tomirlaringiz yopishib ketganki insoniyatda. Mana shularga kelsa biz yechim qilib beramiz xudo xolasa. 10 xil asosiy kasalliklar sanayman uchun masalan. Sahrni diabet juda avj olgan. Davleniya, masalan, mana qon bosim balandligi, prostata muammosi. Onkologik kasalliklar juda ham ko'p. O't qopi muammosi, jigar muammosi. Bolalardagi immunitet tanqishligi, suyak yemirilish eng asosiysi misol juda ham zo'r. Mana bu grija juda ham ko'p, kimga qarasang holsizlik, bosh og'riq, migren. Mana bu infarkt, insultdan keladigan, keyin keladigan mana bu Parkinson kasalliklari. Bular achinarli holatlarda bularga inshaalloh mana bu tabiiy narsalarda shifo ko'p. O'qib, o'rgan shularni tatbiq qil. Albatta. Inshaalloh xalqning duosiga, Allohning roziligiga erishasan. Ilohim yetkazsin. Sizga sifat muhimmi yoki narx muhimmi? Sifat muhim bo'lsa tashrif buyuring. Hamisha siz tabiiylik bilan yonma-yon bo'ling. Hech bo'lmasa uyingizda erta tongda bir qutum ichgani rastoropshiya yog'i yoki mana bunaqa choylarimiz tongni boshlang, simalalarimiz bilan bo'lsa inshaalloh manfaat topasiz. Yana kuzatib boring, eng zo'r videolar, yangiliklar bu faqat Toshkent shahar Chilonzor Qatortol Optibozor 9-do'konda Master Sog'avito magazinda bo'ladi uchun. Albatta. Harakat top.